Assalomu alaykum, hurmatli bankimiz mijozlari, hurmatli fuqarolar. Bugun 26-iyun kuni har bilan mijozlar bilan uchrashuvimiz bor ekan. Sizlar bilan hozir uchrashib, nima masalada, nima muammolaringiz bo'lsa, hozir gaplashib olamiz. Siz nima masalada, nima murojaatingiz? Assalomu alaykum. Yangiobod mahallasi fuqarosiman. Mening mahallam dastur doirasida ajratilayotgan 17 million pul loyihalaringiz bor ekan. Shundan olmoqchiman. Shunda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Tushunarli, hozir ko'rib chiqib, sizga iloji boricha ijobiy bo'lsangiz aytamiz. Hozir ko'rib chiqib. Rahmat. Opa, sizda nima muammo, nima masala? Mening mahallam Sizga ham summa qancha summada? 10 million so'm ko'chirigacha ajratib berishingizni so'rayman, amaliy yordam berishingizni so'rayman. Siz o'zingizni band qilib kelgansiz. Bunda tushunarli opa, siz ham hozir qonun doirasida ko'rib chiqib, ijobiy hal qilish chorasini ko'ramiz. Siz nima masalada? Shokir mahallasida yashayman, chorvachilikka kirmoqchiman. Shunga bir amaliy yordam berishingizni so'rayman. Summa qanchagacha summasi? 30 milliongacha. 30 milliongacha. Ijtimoiy oila tadbirkorligi bo'ldi aka, uni ham hozir ko'rib chiqib, qonun doirasida ko'rib chiqamiz. Shunaqada ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Sizniki nima masala aka? Salom. Men shu chorvachilik yo'nalishini rivojlantirish bo'yicha kredit olmoqchiman. Qanday? Takliflar. Takliflar bor. 20 milliongacha. Kredit olmoqchiman. Qanday takliflaringiz bor? Kreditlar bor, shartnomani olishim kerak. Bo'ldi, tushunarli. Kreditlarimiz oilaviy tadbirkorlik yo'nalishidan hokim yordamchisini tavsiyanomasi bilan ajratamiz. Keyin biz hozir mahalla banklari nima qilingan, mahalla banklari borib ko'rib, davlatnomasi asosida sizga kredit ajratib beramiz. Adashda amaliy yordam beramiz. Keyin yana bizda yo'nalishimiz bor. Hozir mening mahallam yo'nalishi. Bunda ham siz xuddi shu nimani qilsangiz bo'ladi. 17 milliongacha beramiz, sug'urta asosida. 50 milliongacha kafillik bilan, kafillik asosida 50 milliongacha ajratib beramiz. Buni ham hozir qonun doirasida ko'rib chiqamiz. Ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat sizlarga.